Vaqt changi ostida qolib ketgan tarix sahifalari bugun yana bir bor shiddatli bahslarga sabab bo'lmoqda. Go'yoki Jo'jaxon Chingizxonning biologik o'g'li emas degan iddao ilgari surilmoqda. Bu da'vo yangilik emas. U asrlar davomida turli siyosiy manfaatlar sabab qayta tiriltirib kelingan. Ammo ilmiy manbalar oldida bu iddaoning poydevori yo'q. Chingizxon davriga eng yaqin va eng ishonchli yozma manbalar bu masalada aniq va bir yo'qlama gapiradi. 13-asr voqealarini tizimli tarzda bayon qilgan buyuk tarixchi Rashid ad-Din o'zining Jami ut-Tavorix asarida Jo'chini Chingizxonning o'z zurriyodi va Chingiziylar sulolasining munosib vakili sifatida ko'rsatadi. U Borda xotunning merkitlar tomonidan olib ketilishi voqeasini yashirmaydi, ammo vaqt masalasini aniq ko'rsatadi. Borda ozod etilgandan keyin oradan 4 oy o'tib Jo'chi dunyoga keladi. Bu esa homiladorlik Chingizxon bilan bo'lgan nikohdan keyin boshlanganini bildiradi. Rashid ad-Din bu masalada hech qanday shubha qoldirmaydi va Jo'chining nasabi haqida bahs yuritmaydi, chunki uning davrida bu savolning o'zi mavjud bo'lmagan. Xuddi shu haqiqatni turkiy tarix an'anasining yirik vakili Abulg'oziy Bahodirxon ham o'zining Shajara-i Turk asarida qat'iy tasdiqlaydi. Abulg'oziy nafaqat yozma manbalarga, balki avloddan avlodga o'tgan og'zaki tarixiy xotiraga tayangan holda Jo'chini Chingizxonning o'g'li deb biladi va bu masalada hech qanday ikkilanishga o'rin qoldirmaydi. Uning yozishicha, Jo'chidan tug'ilgan avlodlar Dasht Qipchoq va Movarounnahr tarixida hal qiluvchi rol o'ynagan va bu avlodlarning qonuniyligi hech qachon shubha ostiga olinmagan. Aynan Jo'chining o'g'illari orqali ulkan siyosiy makon shakllandi. Chingizxon Jo'chi vafotidan so'ng uning ulusini 3 qismga bo'lib, nabiralari o'rtasida adolatni saqlashga harakat qiladi. Oltin O'rda Botuxonga, Oq O'rda Orda Ejinga, Ko'k O'rda esa Shaybonga beriladi. Agar Jo'chining nasabi shubhali bo'lganida, Chingizxon hech qachon eng ulkan va strategik hududlarni uning avlodiga ishonib topshirmagan bo'lardi. Jo'chining nasabi shubha ostiga olish aslida tarixiy emas, balki siyosiy motivlarga ega. Bu iddaolar asosan Oltin O'rda hukmdorlari Botuxon va Berkaxonning Rus knyazliklari hududida olib borgan qat'iy siyosatiga javoban paydo bo'lgan. Zero, g'alaba qozona olmagan tomon har doim tarixni qayta yozishga urinadi va nasabga soya tashlash raqibni ma'naviy zaiflashtirish uchun eng qulay quroldir. Shuni unutmaslik kerakki, Chingizxon Jo'chini doimo o'z o'g'li sifatida tan olgan, uni harbiy yurishlariga qo'shgan, unga ulus bergan va uning avlodini davlat vorisi sifatida e'tirof etgan. Chingizxondek shaxs uchun qon masalasi muqaddas bo'lgan va u begona nasabni o'z sulolasining ustuniga aylantiradigan darajada sodda bo'lmagan. Xulosa shuki, Jo'jaxonning Chingizxonga o'g'il ekanini inkor etish bu ilmiy pozitsiya emas, balki kech paydo bo'lgan siyosiy afsonadir. Rashid ad-Din va Abulg'oziy Bahodirxon kabi shaxslar qoldirgan tarixiy manbalar esa bu afsonaning ustidan allaqachon parda tortib, haqiqatni tarix sahifalariga muhrlab qo'ygan. Bugun bizga qoladigan vazifa esa taxmin va mishmishlar emas, balki manba va aql bilan tarixga qarashdir.